Bugun men juda muhim mavzuni ko'tarmoqchiman. Siz, ya'ni tomoshabinlar bilan muloqot izohlarida beriladigan savollar va shu savollarga to'g'ri yondashish masalasi. Bu oddiy rahmat aytish emas. Bu kanalning sifati, siz oladigan foyda. Kelajakdagi videolar mavzusi va hatto ko'pchilikning muammosiga yechim topilishi bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun bu ma'lumot har bir tomoshabinga tegishli. Video ko'radigan, savol beradigan, izoh yozadigan, ba'zan faqat kuzatib yuradigan odamlarning barchasiga. Agar siz kanalimizdan real foyda olayotgan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha tinglang. Chunki men bugun nima uchun izohlar juda muhimligini, qanday savollar tezroq va aniqroq javob olishini, qaysi savollar javobsiz qolishi mumkinligini va siz o'z muammoingizni izohda qanday yozsangiz, men yoki boshqa mutaxassislar sizga aniqroq yo'l ko'rsatishi mumkinligini batafsil tushuntiraman. Avvallari odamlar ma'lumot olish uchun asosan tanish-bilishdan so'rardi. Biror hujjat kerak bo'lsa, mahalladagi kimdandir maslahat olinardi. Biror to'lov, jarima, kredit, soliq, ish, o'qish yoki huquqiy masala chiqsa, falonchi shunday qilgan ekan, pismadon joyda bunaqa deyishdi. Bir odam menga shunday maslahat berdi degan gaplarga tayanilardi. Muammo shundaki, bunday maslahatlar ko'pincha to'liq bo'lmaydi. Bir odamning holati boshqa odamniki o'xshamasligi mumkin. Bir viloyatda, bir tashkilotda yoki bir vaqt oralig'ida bo'lgan holat boshqa joyda boshqacha hal qilinishi mumkin. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. YouTube ijtimoiy tarmoqlar, rasmiy saytlar, elektron xizmatlar va onlayn maslahatlar orqali odamlar ancha tez ma'lumot olmoqda. Men bu jarayonni juda ijobiy debman, chunki odam savodli bo'lsa, o'z haq-huquqini yaxshiroq himoya qiladi. Noto'g'ri qaror qabul qilish ehtimoli kamayadi, keraksiz xarajatlar kamayadi. Lekin shu bilan birga yangi muammo ham paydo bo'ldi. Internetda ma'lumot juda ko'p, lekin hammasi ham sizning holatingizga mos emas. Masalan, bir tomoshabin izohda menga jarima keldi, nima qilay deb yozadi. Bu savolga darhol bitta aniq javob berish qiyin. Qanday jarima, qaysi organ tomonidan, qachon kelgan, sizga qaror nusxasi berildimi, shikoyat qilish muddati o'tib ketmadimi, jarima to'langanmi yoki yo'qmi? Xuddi shunday, kreditim bor, nima bo'ladi degan savolda ham vaziyatlar juda ko'p. Kredit bankdanmi, mikrokredit tashkilotidanmi? Kechikish necha kun? Shartnomada penya qancha? Garov bormi? Kafil bormi? Sudga berilganmi yoki hali ogohlantirish bosqichidami? Shuning uchun hozirgi davrda izoh yozish ham ma'lum bir madaniyatni, aniqlikni va mas'uliyatni talab qiladi. Men tomoshabinlarimga doim minnatdor bo'laman. Chunki sizlarning savollaringiz orqali men real hayotdagi muammolarni ko'raman. Qaysi mavzu odamlarga og'ir tushayotganini, qayerda tushunmovchilik ko'p ekanini, qaysi qonun yoki tartib oddiy odamga qiyin ko'rinayotganini aynan izohlar orqali bilaman. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xavotir olmasligi kerak. Birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Izohlar faqat fikr bildirish joyi emas. Izohlar orqali ko'pincha butun bir muammo ko'rinadi. Ba'zi savollar shunday bo'ladiki, men ularni o'qib alohida video qilish kerakligini tushunaman. Chunki bitta odam so'rayotgan savol aslida minglab odamlarning ichida turgan savol bo'lishi mumkin. Masalan, agar 10 kishi bir hafta ichida bir xil mavzu savol bersa, demak bu mavzu dolzarb. Agar 10 ta izohning 20 tasi bitta tartib bo'yicha bo'lsa, men buni tasodif deb qaramayman. Bu shuni anglatadiki, odamlar shu masalada yetarli tushuntirish olmagan, rasmiy ma'lumot oddiy tilda yetib bormagan yoki amaliyotda turli joylarda turlicha yondashuv bo'layotgan bo'lishi mumkin. Keling, hayotiy misol olaylik. Bir tomoshabin yozadi. Men ariza topshirdim, lekin javob berishmadi. Nima qilaman? Bu yerda men birinchi navbatda muddatni so'rayman. Chunki arizaga javob berishning o'z muddati bo'ladi. Agar siz arizani kecha topshirgan bo'lsangiz, bugun javob berishmadi deyish hali erta bo'lishi mumkin. Lekin agar o'tmi kun o'tgan bo'lsa, sizda boshqa imkoniyatlar paydo bo'ladi. Yuqori tashkilotga shikoyat qilish, qayta murojaat qilish, arizangiz raqamini ko'rsatish, yozma javob talab qilish. Demak, bitta javob yo'q degan gapning ichida vaqt, hujjat, tashkilot, murojaat shakli kabi muhim nuqtalar bor. Yana bir misol, menga aliment bo'yicha qarzdorlik chiqdi, lekin men pul berib yurganman deydi bir tomoshabin. Bu yerda men darhol so'rayman, pulni qanday bergansiz? Karta orqali o'tkazganmisiz? Naqd berganmisiz? Tilxat bormi? Ijro hujjati qachon ochilgan? Sud qarori bormi? Chunki men pul berganman degan gap axloqan tushunarli bo'lishi mumkin. Lekin huquqiy tomondan isbot kerak. Agar siz har oy 1 million so'mdan naqd bergan bo'lsangiz,
Lekin hech qanday tasdiq bo'lmasa, keyin buni isbotlash qiyin bo'ladi. Agar karta orqali aliment uchun deb izoh yozib o'tkazgan bo'lsangiz, bu ancha kuchli dalil bo'lishi mumkin. Yoki ko'pchilik kredit masalasida yozadi. Masalan, 3 million so'm kredit olgandim, hozir 7 million bo'lib ketdi. Nima qilaman? Bu savolda ham ko'p detallar muhim. Kredit muddati qancha edi? Foiz stavkasi qancha? Kechikish necha oy? Penya kunlik hisoblanadimi? Siz shartnomani o'qiganmisiz? Sud qarori chiqdimi? Agar sud qarori chiqmagan bo'lsa, bank bilan kelishish, restrukturizatsiya so'rash, kechiktirilgan to'lov jadvalini tuzish imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar sud qarori chiqqan bo'lsa, ijro jarayoni boshlanishi, hisob raqamlar bloklanishi, ish haqidan ushlab qolish kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Avvalo muddati o'tib ketayotgan masalasi borlar. Shikoyat qilish, apellyatsiya berish, ariza topshirish, e'tiroz bildirish kabi ishlarning ko'pida muddat juda muhim. Siz hali vaqt bor deb yursangiz, 10 kunlik, 15 kunlik yoki 1 oylik muddat o'tib ketishi mumkin. Keyin haqligingizni isbotlash qiyinlashadi. Ikkinchidan, qo'lida hujjati yo'q, faqat og'zaki kelishuvga tayangan odamlar xavotir olishi kerak. Chunki og'zaki gap bugun bor, ertaga inkor qilinishi mumkin. Uchinchi toifa, birovning nomiga kredit, telefon, mashina, sim karta, qarz yoki hujjat rasmiylashtirib berganlar. Bu juda xavfli. U tanishim edi, qarindoshim edi. Do'stim edi degan gaplar keyinchalik katta moliyaviy muammoga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, to'lovlaringiz tasdiqlangan bo'lsa, arizalaringizni rasmiy topshirgan bo'lsangiz, muddatlarni kuzatib borsangiz, sizda vaziyatni hal qilish imkoniyati ancha yuqori. Masalan, siz ish joyingizdan oylik kechikayotganini aytsangiz va qo'lingizda mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, hisob-kitob varaqalari bo'lsa, bu sizga katta yordam beradi. Yoki uy-joy oldi sotishda barcha to'lovlar bank orqali o'tgan, shartnoma notarial tasdiqlangan, kadastr hujjatlari joyida bo'lsa, xavf kamayadi. Bu yerda men tomoshabinlarga alohida minnatdorlik bildirmoqchiman. Chunki sizlar izohlarda real holatlarni yozasizlar. Ba'zan kimdir viloyatdan, kimdir Toshkentdan, kimdir chet elda turib savol beradi. Shu savollar orqali men bir mavzuning turli hududlarda qanday ishlayotganini ko'raman. Masalan, bir joyda ariza tez qabul qilinayotgan bo'lsa, boshqa joyda odamlar navbat, tushunmovchilik yoki asossiz talablar haqida yozadi. Bu ma'lumotlar kanal uchun juda qimmatli. Chunki men keyingi videolarda aynan shu muammolarga e'tibor qarataman. Endi eng muhim nuqtalardan biriga o'tamiz. Hamma savolga izohda to'liq javob berib bo'lmaydi. Ba'zi tomoshabinlar nega javob bermadingiz deb xafa bo'lishi mumkin. Men lekin shuni ham bilishingiz kerak, ayrim savollar shaxsiy ma'lumot, hujjat, raqam, shartnoma, sud qarori, dalillarni ko'rmasdan turib javob beriladigan savol emas. Masalan, kimdir yozadi: sudda yutamanmi? Men bunday savolga halol javob berishim uchun ish materiallarini ko'rishim kerak. Da'vo arizasi qanday yozilgan? Javobgar nima degan? Dalillar bormi? Muddat o'tmaganmi? Sud amaliyoti qanday? Taraflar o'rtasida shartnoma bormi? Bularsiz albatta yutasiz deyish ham noto'g'ri, yutqazasiz deyish ham noto'g'ri. Mutaxassisning vazifasi odamga yoqimli gap aytish emas, balki real holatni to'g'ri baholash. Yana bir nozik jihat, izohda shaxsiy ma'lumotlaringizni yozmang. Pasport seriyasi va raqami, JSHS shir, karta raqami, telefon raqami, manzil shartnoma raqami. Sud ishi raqami kabi ma'lumotlarni ochiq izohga yozish xavfli. Chunki izohlarni faqat men ko'rmayman, boshqa odamlar ham ko'radi. Internetda firibgarlar ham bor. Ular sizning muammoingizdan foydalanib, men hal qilib beraman, pul o'tkazing, tanishim bor, hujjatni tezlashtirib beraman deb aldashi mumkin. Masalan, bir odam izohda kreditim bor, karta raqamim bloklangan deb yozadi. Keyin unga noma'lum akkauntdan kimdir yozib, men bankda ishlayman, 30 ming so'm bersangiz blokni ochaman deydi. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, rasmiy tashkilotlar nomidan yozayotgan har qanday odamni tekshiring. Pul so'rasa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta parolingizni, SMS kodni, shaxsiy kabinet login parolini bermang. Yana bir xato savolni juda umumiy yozish. Nima qilsam bo'ladi degan savolga javob berish uchun voqea kerak. Masalan, yaxshi savol quyidagicha bo'ladi. Men 2023 yil iyun oyida 12 oy muddatga 10 million so'm kredit olganman. 4 oy vaqtida to'ladim. Keyin ishsiz qoldim. Hozir 5 oy kechikish bor. Bank sudga berishini aytyapti. Menda garov yo'q. Lekin kafillik bor. Qanday tartibda bank bilan kelishsam bo'ladi?
Mana bunday savolda vaziyat ancha tushunarli. Vaqt, summa, kechikish, garov, kafil, bosqich bor. Men ham aniqroq yo'l ko'rsata olaman. Yoki yomon yozilgan savol. Menga yordam kerak. Albatta, yordam berishni xohlayman. Lekin nimada yordam kerak? Huquqiy masalami, moliyaviy masalami, hujjatmi, ish joyimi, oila masalasimi, sudmi? Agar siz muammoyingizni aniq yozmasangiz, javob ham aniq bo'lmaydi. Istisnolardan yana biri. Ba'zi savollar videoning mavzusiga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Masalan, video soliq haqida bo'lsa, izohda kimdir oilaviy nizo haqida so'raydi. Men bunday savolni ko'rsam ham unga darhol javob bermasligim mumkin. Chunki boshqa tomoshabinlar aynan video mavzusidagi savollarga javob kutayotgan bo'ladi. Shuning uchun savolingiz mavzuga mos bo'lsa, javob olish ehtimoli oshadi. Agar savolingiz boshqa mavzuda bo'lsa, uni aniq yozing va bu mavzu bo'yicha ham alohida video qilsangiz deb taklif qiling. Yana bir muhim jihat, izohlarda hurmat saqlanishi kerak. Men tanqidni normal qabul qilaman. Agar men biror joyda xato qilsam, manba bilan, dalil bilan yozsangiz, men buni qadrlayman. Chunki har qanday ekspert ham o'rganishda davom etadi. Qonunlar o'zgaradi, amaliyot yangilanadi. Lekin haqorat, kamsitish, boshqa tomoshabinlarni masxara qilish, millat, hudud, kasb yoki shaxsiyatga tegish avtomatik ravishda muloqotni buzadi. Biz bu kanalda foydali muhit yaratishimiz kerak. Kimdir savolni oddiyroq berishi mumkin. Kimdir mavzuni yaxshi tushunmasligi mumkin. Bu normal holat. Bilmagani uchun odamni uyaltirish emas, tushuntirish kerak. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir narsa, bitta izohdagi savol ko'pincha boshqa odamlarga ham yordam beradi. Masalan, siz uyalmay savol bersangiz, sizdan keyin o'sha muammoga duch kelgan 100 kishi javobni o'qib foyda olishi mumkin. Shuning uchun buni so'rasam kulishmasmikan deb o'ylamang. Agar savolingiz samimiy, aniq va odob bilan yozilgan bo'lsa, u albatta foydali bo'ladi. Men uchun oddiy savol degan tushuncha yo'q. Odamning hayotiga ta'sir qilayotgan masala kichik bo'lmaydi. Endi sizga izohlarda savol berish bo'yicha aniq tartibni aytaman. Agar shu tartibga amal qilsangiz, savolingiz tushunarli bo'ladi. Javob olish ehtimoli oshadi va boshqa tomoshabinlar ham vaziyatni yaxshiroq tushunadi. Birinchi qadam, muammo mavzusini boshda yozing. Masalan, kredit bo'yicha savol, sud qarori bo'yicha savol, ish haqi kechikishi bo'yicha savol, aliment bo'yicha savol, jarima bo'yicha savol. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin izohlar ko'p bo'lganda savolni tartiblashga yordam beradi. Ikkinchi qadam, voqea qachon boshlanganini yozing. Sana yoki hech bo'lmasa oy va yilni ko'rsating. Masalan, 2024 yil mart oyida ariza berganman. 2023 yil dekabrda shartnoma tuzilgan. 2025 yil yanvarda jarima kelgan. Vaqt juda muhim. Chunki ko'plab tartiblarda muddat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Uchinchi qadam, hujjat bor yo'qligini ayting. Shartnoma bormi, tilxat bormi, sud qarori bormi, ariza nusxasi bormi, chek bormi, karta orqali to'lov tasdiqlanganmi? SMS yoki yozishmalar saqlanganmi? Masalan, naqd pul berganman, tilxat yo'q degan holat bilan bank orqali o'tkazganman, izohida qarz qaytarildi deb yozilgan degan holat bir xil emas. 4-qadam. Hozir ish qaysi bosqichda ekanini yozing. Hali ogohlantirishmi, sudgacha kelishuvmi, sud jarayonimi, sud qarori chiqdimi, ijroga o'tganmi, hisob raqam bloklanganmi? Masalan, bank telefon qilib ogohlantiryapti degan holat bilan sud qarori chiqqan va ijro ishi ochilgan degan holat butunlay boshqa. Birinchisida kelishish imkoniyati ko'proq bo'lishi mumkin. Ikkinchisida esa ijro tartibi bo'yicha harakat qilish kerak bo'ladi. 5-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni yashiring. Agar hujjat matnidan parcha yozmoqchi bo'lsangiz, ism, familiya, pasport, karta, telefon, manzil va raqamlarni yozmang. Masalan, shartnomada kunlik 0.5% penya ko'rsatilgan deb yozish mumkin, lekin shartnoma raqamini ochiq yozish shart emas. 6-qadam. Savolingizni aniq yakunlang. Masalan, men qayerga murojaat qilishim kerak? Muddati o'tib ketmaganmi? Qanday hujjat yig'ishim kerak? Bank bilan kelish uchun nima yozaman? Ish beruvchiga ariza qanday yoziladi deb so'rang. Agar savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Endi hujjatlar bo'yicha amaliy ro'yxat aytaman. Agar sizda huquqiy yoki moliyaviy muammo bo'lsa, birinchi navbatda mavjud hujjatlaringizni tartiblang. Shartnoma, chek, kvitansiya, bank ilova skrinshoti, ariza nusxasi, javob xati, sud qarori, ijro varaqasi, ogohlantirish xati, SMS yozishmalar, elektron pochta xabarlari, guvohlar bilan bog'liq ma'lumotlar bitta papkada bo'lsin. Telefoningizda ham alohida papka ochib, skrinshotlarni sana bo'yicha saqlang. Hujjat yo'qolsa, keyin uni tiklash vaqt oladi. Agar biror tashkilotga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz,
og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning aloqa ma'lumotlaringizni, muammo mazmunini, talabingizni va ilova qilinayotgan hujjatlarni yozing. Arizani topshirganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, raqam yoki elektron tasdiq oling. Agar elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Masalan, ish beruvchi oylik bermayotgan bo'lsa, iltimos, menga falon oylar uchun hisoblangan, lekin to'lanmagan ish haqini to'lab berishingizni so'rayman deb yozing. Qaysi oylar, qancha summa, qaysi lavozimda ishlaganingiz, mehnat shartnomangiz bor yo'qligi ko'rsatilsa, ariza kuchliroq bo'ladi. Agar javob berilmasa, keyingi bosqichda yuqori tashkilot yoki vakolatli organlarga murojaat qilish mumkin bo'ladi. Agar kredit bo'yicha qiynalayotgan bo'lsangiz, yashirinib yurmang. Bank yoki tashkilot bilan yozma muloqot qiling. Masalan, hozir vaqtincha daromadim kamaygani sababli to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirish yoki kechiktirilgan to'lovlarni bo'lib, to'lash imkoniyatini berishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Albatta, bu har doim ijobiy hal bo'ladi degani emas. Lekin sizning mas'uliyat bilan yondashayotganingizni ko'rsatadi. Agar sud masalasi bo'lsa, muddatni tekshiring. Qarorni qachon olgansiz? Shikoyat qilish muddati qachondan boshlangan? Sizga qaror to'liq nusxasi berilganmi? Sud hujjatlarini o'qimasdan turib, hammasi tugadi deb o'ylamang. Ba'zan odamlar suddan kelgan qog'ozni ochib ham o'qimaydi. Keyin ijro bosqichida hayron bo'ladi. Har qanday hujjatni olgan, kuningizni yozib qo'ying, suratga olib saqlang. Tushunmasangiz mutaxassisdan so'rang. Agar izohda menga savol yozsangiz, yuqoridagi tartibdan foydalaning. Masalan, mana bunday format juda qulay. Aliment bo'yicha savol. 2022 yilda sud qarori chiqqan. Har oy karta orqali pul o'tkazib kelganman, lekin izohiga aliment deb yozmaganman. Hozir qarzdorlik chiqdi. Karta o'tkazmalarini dalil sifatida ko'rsatish mumkinmi va ijrochiga qanday ariza yozsam bo'ladi? Ko'ryapsizmi? Bunday savolda mavzu, sana hujjat, muammo va aniq savol bor. Men bunday izohga ancha foydali javob bera olaman. Bundan tashqari boshqa tomoshabinlar ham o'z holatini solishtirib ko'radi. Ish haqi bo'yicha savol. 2024 yil sentyabrdan noyabrgacha ishlaganman. Mehnat shartnomam bor, lekin oxirgi 2 oylik to'lanmadi. Rahbar og'zaki va'da beryapti. Men avval ish beruvchiga yozma ariza beraymi yoki darhol shikoyat qilaymi? Mana bu ham yaxshi savol. Chunki men sizga avval yozma ariza, dalillar, hisob-kitob va keyingi bosqichlar bo'yicha yo'l ko'rsatishim mumkin. Shu o'rinda yana bir bor sizlarga rahmat aytaman. Kanalga yozayotgan har bir fikringiz, har bir like, har bir obuna, har bir ulash men uchun shunchaki raqam emas. Bu men qilayotgan ishning odamlari kerakligini ko'rsatadi. Ba'zan bitta izohdan keyin butun mavzu ochiladi. Ba'zan bir tomoshabin yozgan savol yuzlab odamlarning muammosiga yechim bo'ladi. Ba'zan siz yozgan hayotiy misol boshqalarga xato qilmaslik uchun ogohlantirish bo'ladi. Lekin men sizlardan bir narsani so'rayman, izohlarda mas'uliyatli bo'laylik. Tekshirilmagan mish-mish tarqatmaylik. Eshitishimcha kimdir aytdi. Hammasi shunaqa degan gaplar o'rniga aniq holat, rasmiy manba, shaxsiy tajriba yoki savol yozaylik. Agar siz kimningdir fikriga qo'shilmasangiz, odob bilan yozing. Agar kimdir savol bersa, uni kamsitmang. Bizning maqsadimiz bir-birimizdan ustunligini isbotlash emas, balki muammoni tushunish va to'g'ri yo'l topish. Bugun men sizlarga tomoshabinlar bilan muloqot nima uchun muhimligini, izohlardagi savollar kanal mazmuniga qanday ta'sir qilishini, savolni qanday yozish kerakligini va qanday xatolardan saqlanish zarurligini batafsil tushuntirdim. Eng asosiy fikr shuki, aniq savol aniq javobga olib boradi. Hujjat sana, bosqich va dalillarni ko'rsatmasdan turib, murakkab muammoga to'liq javob olish qiyin. Shaxsiy ma'lumotlaringizni esa ochiq izohga yozmang, chunki bu xavfsizlik masalasi. Men sizlarning har biringizga minnatdorman. Sizlarning savollaringiz, fikrlaringiz va tajribangiz bu kanal yanada foydali qiladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalga obuna bo'ling va izohlarda o'z savolingizni yuqorida aytgan tartib bo'yicha yozib qoldiring. Qaysi mavzuda alohida video xohlaysiz? Qanday muammo sizni qiynayapti? Qaysi savolga oddiy tilda javob kerak? Barchasini izohlarda kutaman. Siz yozgan bitta savol boshqa ko'plab odamlarga ham yordam berishi mumkin.